ishlayapmiz, o't ochildi. Samo. 308-mayyor Hayotiy bizga qarab voqealarga raketa otdi. asoslangan. Yonyapmiz, Tinchlan, ko'ryapman. 607-chi, 308-chiga yonyapsizlar. Katapultani ishga soling. Amikov, yo'qdan ikkita askarni olasan-da 15 daqiqadan keyin mana shu tepalikda bo'linglar. Bor. O'rtoq kapitan, murojaat qilishga ruxsat eting. Podpolkovnik Soshnikovning guruhi harakatni boshladi. Yarim soat vaqti bor. Yo'q, serjant. Endi 27 daqiqa. Komandir, men tayyorman. O'rmonga, tez! Vaziyat qanday? Har tarafdan qurshab olishgan ko'rinadi. Orqaga qaytamiz. Xo'p. Tezroq, Kostya, olg'a! Jin ursin. Oyoq ostiga qarab yurish kerak. Osmonda emassan. Yo'ldan qochamiz, yugur. Dahshatni o'zi-ku. Demak, bunday dengizgacha 600 metr bor. Tarqalamiz. Komandir, bizga qarshi snayperlar ishlayapti. Bizni tiriklayin qo'lga olish niyatlari yo'qqa o'xshaydi. Unda tarqalmaymiz, Kostya. Qochib ketamiz. Bo'l. Tushunmadim. Nima? Senga boshqa hech narsa kerak emasmi? Tashjon. O'zlaringga tilab oldilaring. Mayor Zaxarov, eshitaman. Komandir, shturmanni ushladik. 1-0 bo'ldi. Yo'q, bunaqa emas. To'g'risini aytsam, 1-1. ...2015-yilning 24-avgusti soat 16:00 da o'rtoq ofitserlar, unchuvchilar tarkibini maxsus tayyorgarlik markazidagi 2 haftalik o'quv mashg'ulotlaringiz nihoyasiga yetdi. Bugun oxirgi aytish mumkinki, sinov mashqlari o'tkazildi. Keling yakuniy natijalarni ko'ramiz. O'rtoq kapitan. Nima, bugun bizga haqiqiy o'q bilan otishdimi? O'rtoq ofitserlar, tanishing, Mayor Zaxarov, Rossiya Federatsiyasining maxsus operatsiyalar kuchlari. Xayrli kun, hamkasblar. Oxirgi mashg'ulot kunida men o'z jangchilarimga imkon boricha sinov ishtirokchilari bilan yuz berishi mumkin bo'lgan jangovar holatlarni hosil qildim. Kechirasiz-u. Men sizga savol berdim shekilli. Bugun rostdan ham bizga haqiqiy o'q otishdimi? Adashmadimmi? Kapitan Muravyo. Xuddi shunday. O'quv guruhi jurnalini ko'rdim. Mashqlarda ishtirokingiz boshlanganidanoq siz deyarli xatoga yo'l qo'ymagansiz.
Lekin bugun snayperlar o'q uzishni boshlashi bilan siz qo'nish joyini oxirigacha yashirmadingiz. Minani bosib oldingiz. Chekinishga qulay joy xususiyatlarini hisobga olmadingiz. Uchayotgan qushlarni O'rtoq kapitan, bu mashqlar, imtihonlar hech narsaga ta'sir qilmaydi-ku, to'g'rimi? Bizni qo'yib boringlar unda. 2 haftadan beri tog' toshlarda, tog' echkilarga o'xshab yugurishdan boshqasini bilmaymiz. Gulxan yoqamiz, yesa bo'ladigan o'tlarni chaynaymiz. Dengizda esa hali ham bo'lganimiz yo'q. Самые громкие коррупционные скандалы советского времени. Волки не уходят со своей территории. Adisha, iltimos pochtamni ko'rib qo'y. Allaqanday Borov 72 dan 2 ta xat kelibdi. Borov emas, Marina Borovaya, meni dizayner dugonam. Men qayerdan bilay, oyi? Bolalar, bu qanaqasi? Nega televizor baqirib yotibdi? Pult qani? Iltimos, o'chiringlar shu televizorni. Sasha, tayyormisan? 20 daqiqadan keyin logopedga boramiz. Tayyorman. Iltimos, qizim, oshxonaga borib idishlarni ham yuvib qo'y. Oyi, hozir vaqtim yo'q, dars qilyapman. O'zi aytgan-siz, avval darslarni qilib qo'yishim kerak. Endi bunday hujumga o'tamiz. Sasha, televizorni o'chir. Axir tayyorman-ku. Ey xudo. Namuncha baland bo'lmasa, pult qayoqda qoldi o'zi? Hech nimani topib bo'lmaydi bu uyda. Qayerdadir yotganda, oyi. Yo'q, bu uyda hech kim hech narsani bilmaydi. Tavba. Tushunmadim, uyimizda Guldon bormi o'zi yo yo'qmi? Dada? Dada! Dadam keldi. Salom asalam. Nega o'yinga kompyuterni bermayapsan? Axir men salom. Arina o'zini planshetini suvga tushirib yubordi. Nima bo'pti? Shunga meni shaxsiy vaqtim bilan joyim bo'lishi mumkin emasmi? Ulg'ayganimizni ko'rdingizmi? Qani diqqat, hamma buyrug'imni eshitsin. Oyimiz kompyuterga, Xo'p, biz bo'ladi. Sashka bilan logopedga, Arina ham biz bilan boradi. Dada! Sashka g'asini to'g'rilaguncha biz senga yangi planshet olamiz. Alek, Bugun mumkin. Qani boringchi, safar kutmoqda bizni. bugun kelishingizni ko'nglim sezgandi. Ta'tilab chorlaydi bizni. Buni zo'rligini qara, Kecha ham olgandik-ku. Nima bo'pti? Men yaxshi ko'raman. Pishqichilikda olish kerak. Mavsumiy sabzavotlar eng foydalisi bo'ladi. Tarvuz umuman olganda poliz ekini. Bu gapingni kimga aytyapsan, azizam? Tarvuz qovoqsimonlar oilasiga mansub o'simlik bo'lib, ba'zida u meva deyiladi. Demak, sizningcha qovoq ham meva, shundaymi? Bilsang, azizam, o'sha qovoq kimning yelkasida o'sayotganiga bog'liq. Alek Anatolich, Yelena Yuryevna. Shanna bilan sizmisiz yo yo'qmi deb qarab kelyapmiz. Salom. Salomatlik tilayman. Salom. Belin yurina. Bir haftadan keyin yangi ishga uchib ketyapman, ishonasizmi? Xitoyga. Mana shu munosabat bilan bir ziyofat uyushtirmoqchi bo'ldik. Shakki emas. Ha. Sizga katta rahmat. Agar siz menga hamma narsani o'rgatmaganingizda, men bunday shartnomani hech qachon qo'lga kirita olmasdim. Alek Anatolich, ruxsat eting xizmatga xizmat bilan javob berishga. Bir haftadan keyin bu yerga Xitoy shartnomalarining aksariyat qismi uchun javob beruvchi juda jiddiy odam keladi. Qirollik aviatsiyasiga o'tishni xohlamasligingizni tushunaman, ammo bu imkoniyat va oddiy uchrashib ko'rish mumkin-ku. Tafsilotlarni o'rganish. Seryoja, Nima? qara, sen izlayotgan qahva bor ekan. Yaxshi qahvami? Juda ham yaxshi. Nomi Levak. Qahva donalarini musanglar yeyishadi va Janna. Alek Anatolich. Elena Yurina, ko'rishganimizdan xursandman. yaxshi Yana qolinglar, ko'rishguncha. uchrashguncha. Yaxshi boringlar. Uchrashguncha. Bu-chi sizningcha mevami yoki poliz ekini? Xo'sh, planshet jinnilari, uxlash vaqti kelmadimi-kina? Oyi, bo'ldi. Endi uxlash kerak. Bo'la qolinglar. Restoraningni qurilishi qanday ketyapti? Bo'ladi. Bir oyning ichida ishga tushirsak bo'lardi. Nima xalaqit beryapti? Marinka chiroyli, lekin arzon dizayn o'ylab topdi. Mabodo Marinka biz uni eri bilan uzoq sharqda selyotka va kartoshka bilan boqqanlarimizni eslashni xohlamaydimi? Ha. Faqat ular endi Moskvada yashashyapti. Lyonya bo'lsa, seni xizmatdoshligingdan tashqari Mudofaa vazirligida juda katta boshliq. Marina esa shundoq ham bizga butun dizaynni tekinga qilib berdi. Lekin ishchilar haqqi bilan qurilish materiallari pulini ham ular to'lash kerak emas-ku.
keyin unda kredit olamiz. Mayli. Alek, agar fuqaro aviatsiyasiga o'tishingizni jiddiy o'ylab ko'rsangizchi. Meni hammasi qoniqtiryapti. Yoshingiz 45 ga bordi. Nahotki nimanidir o'zgartirishni istamasangiz? Tekislar, rostlar, ortiga qarab tekislar. O'rtoq polkovnik, shaxsiy tarkib Erkin. erkin. Bugun men mana buni o'qib chiqdim. Nima demoqchiman? Ana keldi. O'rtoq kursantlar, sizlar 2-kursni tugatdingiz. Bu esa siz faxr bilan Sovet ittifoqi Rossiya uchuvchisi degan nomga egalik qilish vaqtiga yana bir qadam yaqinlashdingiz deganidir. Bu rus ofitser bo'lish uchun yana bir qadam deganidir. Tushunaman. Hozir shunday vaqtki, ko'pchilik uchun vatan tushunchasi Ular ikkalasi baravar gapira olishmaydi. Starley, nima qilib turibsan? Andrюха bo'la qol. Qara, qara. Qana dvijok bo'la qol. Bo'ldi, kulmanglar endi. Mayor, Ay, jiddiyroq bo'linglar. Kerakmas bolalar. Erkin. Kapitan. Erkin, tarqaling. Yashasin! Ozodlik! Ozodlik! 44, 45, 46, 47 kursant. 47 kursant 2-kursni tugatib o'qishdan ketish uchun ariza yozishdi. Ko'rasizlar. Ta'til vaqtida yana bir nechtasi ketishga qaror qiladi. Eng muhimi, hech qanday qonun bilan ularni ushlab qola olmaymiz. Lekin qonunga ko'ra bu arizalar bir oydan keyin kuchga kiradi. Balki bu orada kimlardir qarordan qaytib Qarorni o'zgartirib qaytib kelganlar bilan hech kim ucha olmaydi. Qishgacha yo'qligi kelmaydi-ku axir. Balki ular haqdir. 2 yil o'qishdi, vazifasini o'tashdi. Endi ularni armiyaga chaqirishmaydi. O'zlari uchun yashashadi. Biznes qilishadi. Nima qildi? Mana meni ukam Germaniyadan mashina olib kelyapti. Pichog'i doim moy ustida. Mazza qilib hayot. Nima, sen qolyapsanmi deyman. Shunaqa, nima edi? Senga emas, unga gapiryapman. Sen pionersan-ku, allaqachon hammasi ma'lum. Alek, ahmoq bo'lma. Hozir o'zing haqingda o'ylashingni ayni vaqti. Yoki sen haqingda. Bu ham bor. Men brigadamga 5 ta yigitni yig'ib oldim. Lekin ularda haligi aql masalasi chatoq. Sen meni o'rinbosarim bo'lasan, jiddiy odamlar bilan tanishtirib qo'yaman. Shaharda ishlar tiqilib yotibdi. Qanaqa ishlar, Grishin? Har xil, qiziqarli. Yaxshi pulli va istiqbolli. Qalang'i qasang'imassan-ku. Aqlli bo'lasan. Xo'sh, nima deysan? Ha? Gapir? Bo'lmaydi, Igor. Men otamga so'z berganman. Otangni nima aloqasi bor? Keyin 2 yil vijdonan xizmat qilding, shikoyatga o'rin yo'q. Cho'zishni nima keragi bor, Alek? Baribir armiyadan ketasan-ku. Nega endi? Chunki boshqa armiyani o'zi yo'q. Yaqinda bu mamlakatning o'zi ham bo'lmaydi. Nima deding? Yo'qol bu yerdan. Bu yoqqa ke, yaramas. Qani bu yoqqa ke. Hozir seni bo'plab ta'ziring berib qo'yaman. Bu yoqqa ke dedi. Ana hamma tinchlansin. Hozir Sen tarqal dedim. Xo'sh, qo'rqoqlar. Qochib ketmoqchimisizlar? Armiyaga bormaslik uchun 2 yil berkinib o'tirdingizmi? Hop, mayli.
Sizlarga aytsam, samolyot osmonga ko'tarilganida quyosh hammaga barobar nur sochadi. Lekin bitta lekini bor. Bo'ldi, yetar endi. Hali yana uchrashamiz. Soshnikov. Kim men bilan bo'lsa olg'a. Qani tashqariga. Yaxshi qolinglar. Bo'pti. Chetga o't. Eng sodiqlar qoldimi bu yerda? Sizlarni xafa qilaman, jangchilar. Ta'tildan qaytgandan keyin sizlar uchmaysizlar. Nazariyani o'rganasizlar. Teshilgunicha bol yuvasizlar. Tushunarlimi? Nega kazarmada betartiblik? Osmon haqida nimadir deyotgandingiz, o'rtoq polkovnik. Soshnikov. Soshnikov. Navbatchi qani? Bilmayman, o'rtoq polkovnik. Bilmaydigan bo'lsang, o'zing navbatchisan. Men kecha navbatchi edim, o'rtoq polkovnik. Nima tushunarsiz kursant? Fuqarolar bilan janjal uchun navbatdan tashqari ikkita navbatchilik. Andrey Alekseyevich, tushunib turibman. Xafasiz. Nima dedim? Tez navbatchilikka yugur, Soshnikov. Alek. Alek. Alek, qayoqqa? Alek, to'xta. Qayerga ketyapsan? Qayerga, Alek? Ma'muriyatga ketish uchun ariza yozganman. To'xta, sen bilan boraman. Xayrli kun. Salom. Familiyam Soshnikov. Meni shu yerda kutishyapti. Alek Antolovich, biz bu yerdamiz. Bo'ldi, nishon topildi. Yaxshi. Rahmat. Salom. Salom. Yuriy Viktorovich, tanishing. Sizga aytganim, podpolkovnik Soshnikov. Alek Antolovich. U menga hamma narsani o'rgatgan. Polkimizdagi eng zo'r uchuvchi hisoblanadi. Sen xafa bo'lma. Biz hammasini to'g'ri qildik. Shunga o'xshaganlar dastidan Sovet ittifoqi parchalanib ketdi. Ofitser emish. Balki maydonga mas chiqqandir. Haya, unchalik emasdir. Lekin Dvishuk maslarni yomon ko'radi. Shuning uchun Polikovga akillagandirda. Nima qilyapsan? Och. Och. Musiqani balandroq qil. Xayrli kun. Rahmat, Serjoja. Bor, qahva ichib tur. Ha, albatta. Xo'sh, nima gap, hamkasabalar? Men bilan ko'rishmoqchisan deb eshitdim. Aynan sen bilan emas. Mayli. Qulog'im senda. Bilmoqchi edim, qanaqasiga? Hammasi oddiy. Ingliz tilidan imtihon.
3 oylik qayta tayyorlov kurslari va kerakli odamlar bilan do'stona munosabatlar seni darajangdagi uchuvchiga yaxshi pul topish imkonini beradi. Ishonaver, fuqarolik aviatsiyasida, ayniqsa bizda mutaxassislarning qadriga yetishadi. Bizda deganing qayerda? Uzoqda, Rossiyada emas. Uzoqda yashab Rossiyada pul topasanmi? Bu hozir urf bo'lgan. Qo'ysang-chi, Alek. Hazillashyapsanmi? Men hech kimdan hech narsani berkitayotganim yo'q. 90-yillarda banditlarga qo'shildim. Keyin qimmatli qog'ozlar bilan shug'ullandim. Keyin hammasi jonimga tegdi va 2000-yillarda ko'chib ketdim. Bu meni umrimning 100dan biri. Mening katta, qiziqarli umrim. Lekin sen menga nima qilibdi? Quloq sol, qadrdon. Sen axir chinakamiga yashashdan qo'rqasan-ku. O'ylab ko'r. Nimani ham eslay olasan? Har bir tibbiy ko'rikdan oldin qaltiroq bosishinimi? Haydashmasmikin deb? Oylikdan oylikkacha yashaysan. Xotining nolib tursa kerak, pul qani deb. Ana, topdim. Qara, otangga nima deb va'da berganingni bilmayman. Lekin tan ol. Har kuni o'zingga bitta savolni berasan. Hayotim nima uchun o'tyapti? To'g'rimi? Javobini aytaymi senga? 400. 500. Ha? Kursdoshimga yordam beraman. Bir kichik kompaniyaga joylab qo'yaman seni va oyiga 500 million rubldan olasan. Tan ol, podpolkovnik. Senga ona Rossiya ishing uchun hech qachon buncha haq to'lamaydi. Minnatdorman. Xayr, yaxshi qolinglar. Erkaklarga nima bo'lyapti o'zi? Yo, menga bu hunarni o'tkaza olmaydi, bilib qo'ysin. Mashinada miridan sirgacha aytib berasan bo'ptimi? Otashin muhabbatga. Qizlarimiz dilrabo. Tugmalarimiz yaltiroq, furajkalarimiz ham bor. Qayerga uchishni esa va kimni sharaflashni men senga aytaman. Esingdami, bilim yurtida bizga polkovnik Polikov nima der edi? Samolyot bulutlar ustidan baland ko'tarilganida quyosh uchuvchilarga ham, yo'lovchilarga ham bir xil nur sochadi. Yo'lovchilarsiz samolyot osmonga ko'tarilishi mumkin. Lekin uchuvchisiz esa yerda qolib ketadi. Alek, qo'ysang-chi endi. Sen uchasan. Sen ishlaysan, pul topasan. Men Rossiya uchun ishlayman. Men Rossiyaga xizmat qilaman. Kapitan Muravyov, mashqlarning boshlanishi soat 10:00 da 20 daqiqadan beri bo'lyapti. Alek Anatolich, xudo haqqi kechiring. Xotinim yoga mashqlariga yozilgan. Qayerga? Homiladorlar uchun yogaga. Men uni olib bordim, ishonmaysizlar yigitlar. Aksiga olib u yerda lift buzilib qoldi. Albinani esa hadeb ko'ngli ayniydi. Ha, shukr qilib qo'y, yangi funksiya seni tezda lotus holatidan xoda holatga to'g'ridan-to'g'ri o'tkazib yuboradi. Va keyin darhol delfin holatiga, shundaymi? O'rtoq ofitserlar, shug'ullanavering, reja bo'yicha ishlang. O'rtoq ofitserlar, Alek Anatolich, yuring gaplashib olamiz. kiyimingni almashtir, bu yerda turma. Aha. Delfin holati qanaqa bo'ladi? Og'ritadigan bo'ladi, ko'zchik. Juda og'ritadi. Nima bo'ldi? Suriya xalqiga ko'mak berish bo'yicha hukumat qarori qabul qilindi. Rasman Suriyaga kirib boramiz. Bizni polkomizdan 2 Su-24 ekipaji talab qilinmoqda. Men mana bu ro'yxatni tuzdim. Seni fikringni eshitmoqchiman. Qiziq, nega men bu yerda yo'qman? Alek, qarab eshikirding. Senga shu kerakmi? Men havo hujumi taktikasini o'rgatish bo'limi boshlig'iman. Agar o'zim u yerda bo'lmasam, qanday qilib uchuvchilarni baholayman? Dmitriy, o'zing o'ylab ko'r, odamlarning ko'ziga qanday qarayman? Nima desang shu, ixtiyor o'zingda. Unda Muravyovni nima qilamiz? Unga nima bo'pti? Boradigan bo'lsang, u ham borishni so'raydi. Yo'q, u so'ramaydi ham, talab qiladi. So'rasa nima bo'lardi? Uni ayoli homilador, ko'zi yorgach borsa bo'lar.
Aha. Unda xotinni ertaga yoq tug'ishga majburlaydi. Salom o'g'lim. Ishlar qalay? Qani degimchi? Yosh chumchuq. Ko'rdingmi? Logopedga bekorga bormayapmiz. Gaplashib olamizmi? Tez orada oz muddatga xizmat safariga ketyapman. Meni birga olib ketsangiz afsuslanmaysiz. Mumkin emas. U yerda maxfiy sinovlar o'tkaziladi. Aytib bering. Mumkin emas. Lekin bir narsa ko'rsataman. Qog'oz bormi? Marhamat. Katta rahmat. Rahmat. Yaxshi qoling. Sog' bo'ling. Xo'sh, buni qanday ishlatamiz? Bilmadim. Eslash kerak. Lekin chegirmasi bor ekan. Endi yo'riqnomasini o'qish kerak bo'ladi. Ha. Salom bolalar. Salom. Yelena Yuriyevna, xayrli kech. Juda ochilib ketibsan. Mittivoyimiz qalay? Hammasi joyida. Tabriklashingiz mumkin. Bugun bizga o'g'li bo'lishimizni aytishdi. Qanday o'g'il. Tabriklayman. Rahmat. Xariding bilan ham tabriklayman. Tugmaliga o'tdingmi? Suriyaga smartfon olib borish mumkin emas. Bu bilan hech bo'lmasa xabar jo'natib turadi. Suriyaga? O'sha yoqqa ketyapsanmi? Ha, Oleg Anatolievich bilan birga. Sizga aytmadimmi? O'ta pastlab uchamiz va so'ngra keskin tezlashib yuqoriga ko'tarilamiz. Yuqoriga qayrilamiz va 2 karra aylanishni bajaramiz. 1 2 dushmanni aylanib o'tamiz va unga hujum qilamiz. Va bamayli xotir dadil, chiroyli holda bazaga qaytamiz. Xo'sh, qalay? Dahshat. Dahshat. Yangi samolyot. Bularni hammasini uddalasa nima bo'ladi? Unda yuzlab shunday samolyotlarimiz bo'ladi. Sasha, xonangga bor. Oyi, qarang. Dadam qanday samolyotni sinab ko'radi? Men buni tashlab yubor dedim. Va hozirroq xonangga bor. Nega qarab turibsan? Xonangga bor dedim. Nima qilyapsiz, Soshnikov? Ha? Sizga ichki nizolar yetmayotganmidi? Xalqaro burchingizni ham ado etishga qaror qildingizmi? Ha? Quloq sol. Yo'q, o'zingiz menga quloq soling. Siz bilan 20 yil mamlakatning hamma garnizonlarini sanqib chiqdim. Endi Rossiyaning chekka aviapoliklarida bemalol gid bo'lib ishlashim mumkin. Lekin siz shuncha paytdan beri meni biror marta noliganimni eshitmadingiz. Bilasizmi nega? Chunki shuncha vaqt biz ham hammaga o'xshab yashashimizni kutdim, orzu qildim. Holbuki hech narsa o'zgarmas ekan. Esingdami? Qachonlardir menga Soshnikov o'zligingga xiyonat qilma deb xitob qilganding. Gapni aylantirmang. Siz meni bizni yaxshi ko'rasiz deb o'ylardim. Shunday. Sizlarni dunyoda hamma narsadan ko'ra ko'proq yaxshi ko'raman. Nahotki? Nega unda Suriyaga ketayotganingizni oxirgi bo'lib bilyapman? Seni muhim ishlaringdan chalg'itgim kelmadi. Kesatmang. Men bunga loyiq emasman. Kechir, senga aytmoqchi bo'lib turgandim. Soshnikov, osmondan tushing. Nega hamma narsani buzyapsiz? Nega bu Suriya? Axir bu urush, bu o'lim. Hayot shuni ko'rsatadiki, o'lim bo'lishi mumkin bo'lgan narsalarning eng qo'rqinchlisi emas. Men harbiydan ketishim, o'zim uchun, biz uchun yashashni boshlashim mumkin. Lekin qasamyod qilganman. Bu zimmamizga muayyan mas'uliyatlarni yuklaydi.
Men ofitserman, Yelena. Ofitserlik bu boshqalar uchun yashash degani. Unda boshqalar uchun yashayvering. Yigitlar, balki ertaga oilalarimiz bilan yig'ilib tushlik qilarmiz. Chuchvara va shunga o'xshash narsalar. Ha, bir kun qoldi-ku. Kechirasizlar, ertaga oilam bilanman. Xotinim dam olish kuni oldi. Anatolich, Menda ertaga bolalar kuni. Arishkaga birga tort pishirishni va'da berganman. Sashka bilan birga robotlar chizamiz. Oleg, bolalaring biladimi? Yo'q, xizmat safariga ketyapman dedim. Hey, ogohlantirishsiz ketishni jinim suymaydi. Men Albinkan va Mittivoyga qayerga nega ketayotganimizni hammasini aytib berdim. Qanaqa Mittivoy xotining hali tug'magan-ku? Nima? Onasini qornida mumtoz musiqani eshitadi-yu, otasini eshitmaydimi? Ha? Yigitlar, Gorki ko'chasi 16-uyda nima restoran bor? Meni taklif qilishyapti. Gorki ko'cha 16-uydagi restoranga taklif qilishyapti. Seni hammi? Iya, meni ham. Faqat u yerda hech qanday restoran borligini bilmayman. Men bilaman. Oo. Tushunaman, chiroyli yashashni taqiqlab bo'lmaydi. Ha, Anatolich. Yigitlar, stol biz uchun tuzalganga o'xshayapti. Ko'rinish chak emas. Xuddi shunday. Marhamat, yuqoriga chiqinglar. Ustkingizni yeching va o'tiring. Salom, salom. Ajoyib restoran. Salom. O, ana. Seniki ham keldi. Qoyil. Menikini ham o'ylovi bor ekan. Aziz dadalar, bu restoran hali rasman ochilgani yo'q, lekin bugun xizmat safariga ketishingizdan oldin sizga sovg'a qilishga qaror qildik. Va bugun hamma bolalar eng mo'min qobil bo'lishadi. Ayniqsa meniki. Va eng chiroyli. Biz sizlar yoqtirgan taomlaringiz va ichimliklaringizni tayyorladik. Bugun siz uchun eng yaxshi musiqa yangraydi. Bu oqshomni hamisha eslab yurishingizni xohlaymiz va tezroq uyga qaytishingizni ham. Albina Romanovna. Bo'ldi, ketdim. Bolalar, tayyorlaninglar. 1, 2, 3. Uchdik! Uchyapman! Hozir seni ushlab olsam yeb qo'yaman. To'xta. Ajoyib oqshom. Katta rahmat senga. Rostdan ham yoqdimi sizga? O'zimda yo'q xursandman. Ajoyib restoran. Sen ajoyibsan. Sen bilan faxrlanaman. Men ahmoqni kechir. Nima uchun? Bolalar sekinroq. Tushunmaganim uchun. O'zimiz uchun qadah ko'taramiz. Siz ham meni kechiring. Qadringizga yetolmaganim uchun. Xo'sh, qani xonimlar, janoblarimizni raqsga taklif qilamiz. Alek, atrofingizdagi go'zal ayollarga qarang. Sizlar ularni yolg'iz qoldirmaysizlar, to'g'rimi? Bo'lma deganing. To'g'rimi? Qani birortangiz qaytib kelmay ko'ring-chi. Lena. Alek, men qo'rqyapman. Men har doim qaytib kelishingizni ko'raman. Hozir esa ko'rmayapman. Azizam. Hammasi yaxshi bo'ladi.
bu buyruq, bajaringlar. Xo'p bo'ladi. Ikkinchi vзвод, yugur. Hidini qaranglar. Nima xohlagandinglar? O'rta yer dengizi, Lipetsda hozir qor. O'rtoq ofitserlar, O'rtoq leytenant, qanday yordam kerak? Arqon uzilib ketishini bilgandim. Bularingiz nima? Kitoblar. Men bor uzr, sumkachangizdagi nima? Kitoblar dedim-ku axir. Ha, kitoblar. O'ramlarda-chi? O'ramlarda shiorlar. Ha, shiorlarmi? Qanaqa shiorlar? G'alabalarimiz aks ettirilgan shiorlar. O'rtoq uchuvchilar. Qayerda ekan endi bu? Xo'sh, uzr yigitlar. Anatolich, yana adashib qolgan ko'rinamiz. shunaqaga o'xshaydi Kostya. Nima, Lipets? Yo'qolib qoldinglarmi? Aql bovar qilmaydi, turgan bitgan asabbuzarlik. Kecha tunning yarmini bu uychalarni qidirib o'tkazdik. Bugun yana shu ahvol. Ular uychalar emas. Kim bilan? Bu kimbalarni raqamlab chiqish xayolingizga kelmadimi? Yaxshi bo'lardi. Salom, qattiqqo'l Chelyabinsk yigitlari. Chusov Pyotr Nikolayevich. Mazdokda tanishganmiz. Salom azizim. Grisha xursandman. Alek. Kostya, Grisha, Pyotr, Kostya. Aytgancha birortangizda o'choqcha yo'qmi? Menda bor tova va suv qaynatgich. Xotinim tiqishtirib yubordi. Nimaga edi? Nimaga deganing nimasi? Hozir qovurilgan chigirtkani ayni mavsumi-ku. Tovachaga mandarin va yog' bilan solib, aytsanchi, bu axir C vitaminli toza oqsil qovurilgan chigirtka-ya? Ha, kartoshka bilan silayotgani uyda ham yeyaverasan, lekin nimani eslab yurasan, xo'sh? Kostya, kimga quloq solyapsan? Axir bular Chelyabinsk aviapolkiga, ular uchdan ham ko'ra yaxshiroq hazillashishadi. Qo'ying. Qani Petya, aytchi, bu yerda ahvol qay darajada jiddiy? Hammasi jiddiy. Alek, o'ta jiddiy. 6000 metr balandlikda hali ham chidasa bo'ladi, lekin yerda ahvol juda og'irlashishi mumkin. Suriya davlat emas, quruq ko'rpa. Kim-kimligini umuman ajratib bo'lmaydi. Bugun do'sting, ertaga dushmaning, keyin dushmaningning dushmani seni do'sting. Eng asosiysi, terrorchilar umuman haddan oshib ketgan. Sharq nozik masala, tushunasan. Birinchi marta emassan-ku, bor kiyimingni almashtir va doktorga ko'rin. Bir uchib aylanib kelamizmi? Xuddi shunday. Bugun men murabbiyman. Bu yerda tinch hayot, to'g'ridagi cho'qqigacha, u yog'iga terrorchilar. Shuning uchun 5000 ga chiqmaguninggacha tezlanishni o'chirma. Soqollilarda qurol ko'rsang tamom. Biror korxol bo'lsa dengiz ustidan bazaga qarab uch. Tushunarli. 608-chi e'tiborliroq bo'lish kerak. Siz jang borayotgan zonaga kirdingiz. Bu yana kim bo'ldi? Mana u azamatlar. 420-chi, rahmat. Bunday himoya ostida bo'lish yaxshi. Biz hozir Shonli Lipets shahri uchun uchyapmiz. Adashmadimmi? 608-chi, bugun o'tiramizmi? Qulog'i ding. Adashmading, 420-chi. Shaxsiy muloqot to'xtatilsin. 608-chi bazaga. 420-chi, kurs bo'yicha oldinda begona, aniqlashtiring. Qabul. Qabul qildim. Allo, Lipets, faqat gazni qattiq bosma. Eshitdingmi nima deyishganini? Gazni qattiq bosma. Gazni qattiq bosmaymiz, o'rtoq murabbiy. يفصل الفندق المدمر عن شاطئ البحر طريق قليل من اللي تستخدمه. Iltimos, hujjatingiz. Marhamat. Rahmat. Dengiz bo'yidagi buzilgan mehmonxona yo'lni to'sib qo'ygan, lekin u yo'ldan deyarli hech kim yurmaydi. Ma'lumotlarimizga ko'ra, Abu Firoz al-Havroniy u yerga ertaga kunduzi keladi. Uchrashuv kim bilan bo'ladi? مع مين راح يلتقي؟ مخبرنا لا ما بيعرف. Xabarchimiz bilmaydi. Ruxsat bering, o'rtoq qo'mondan. Ha, kel Vadim Vladimirch. Xayrli kun.
Tanish o'rtoq mayor. Bu Suriya qo'shini polkovnigi Abu Samar. Xayrli kun. Abu Firoz al-Xavroniy yana bir fitna rejalashtirayotganligi haqida ma'lumot keldi. Bu gal kimyoviy qurol ishlatish yo'li va oddiy aholi orasida qurbonlar bilan keyin oq kaskalar yoki bizni yoki Asad armiyasini aybdor qilishadi. Agentimiz ma'lumotiga ko'ra, Abu Firoz al-Xavroniy Latakka viloyati shimolidagi Bayrona mehmonxonada uchrashuv belgilagan. Kim bilanligi noma'lum. Va bu ablah mahalliy terrorchilar va oq kaskalar to'g'risida bilganlarni hisobga olganda, uni tiriklayin qo'lga olish maqsadga muvofiq bo'lardi. Juda past edilar. Bir-birlarini haydashardi. Sog'liq tilayman, o'rtoq ofitserlar. Matros Palinich, shaxsiy savol berishga ruxsat eting. Nima? O'rtoq ofitserlar, yordam beringlar. Maxsus bo'linmada xizmat qilish mening orzuyim. Ha? Endi bunaqa chayqalib qoldik, matroschi. Meni sog'lig'im haqida so'raganingizga qaraganda siz doktorsiz, shundaymi? Siz haligi siz bo'lsa, pulemyotchisiz. Chunki hammadan ko'ra gavdaliroqsiz. Uni ustiga poyabzalingiz takcharma qalinroq. Pulemyot og'ir, yaxshi poyabzal kerak. Yo, o'rtoq Palinch, adashdingiz. Bizlar ornitologmiz. Qushlarning ko'chishini kuzatamiz. Laylaklar va qarqaralar bu yerga qishlagani kelishadi. Eshitgandirsan? Filinlar ular bilan birgami? Bu nima shovqin? Mana Vadim Vladimirovich, sog'liq tilayman, aytishga ruxsat bering. Maxsus operatsiyalar kuchlarida xizmat qilishni orzu qilaman. Jismoniy boks, haydovchilik, otishma bo'yicha har qanday normani hozirning o'zida topshirishim mumkin. Joyda yo'l topish sporti bilan shug'ullanganman. Biz unga ornitologmiz desak, bu o'rtoq ishonmayapti. Mana senga aytishdi-yu. Biz pistirmada o'tirib, bironta ham qushcha yo'qolib qolmaslikka qarab turamiz. Soqollaringiz pistirmada o'sib ketdimi? Og'ayni. Mana bular ornitolog. Men esa go'rkovman. Shuning uchun joning sog'ligida tuyog'ing ishqiladi. Yomon bo'la emas. Xafa qilmang. Hammasi joyida, komandir. Ketdik. Baribir sizlarga sherik bo'laman. Hal ko'rasizlar. Shiq. Bir partiya, Anatolich. Yo'q, ertaga navbatchiman. Endi men. Nima? O'quv yurtida dvijok degan ko'pak bo'lardi. Oshxonadan biror narsani o'marganda, xuddi senikidek mungli nigoh bilan qarab turardi. Ha, yana akillarda ham. Men hech narsa o'g'irlaganim yo'q. Albinkaga SMS yozyapman, xavotir olmasin deb. Ko'rsa, menga aytchi, qanaqa odamsan o'zi? Nega doim biror qoidani buzishing kerak? Anatolich, armiyada tartib o'rnatishayotganda uchuvchilar osmonda bo'lgan. Keyin men qoida buzmadim. Smartfon mumkin emas deyishdi. Smartfon ishlatmayapman. Bu esa SMS uchun tugmali telefon xolos. Albina, xotiningizga biror gap aytib qo'yishini xohlaysizmi? Xohlayman. Bu ular deb qichqirdi Tom Sawyer. Ular kelishyapti. Tezroq. Becky, endi hammasi yaxshi bo'ladi. Bolalar o'zlarida yo'q. Oyi, sizni yaxshi ko'rar ekan va batsillalar haqida o'ylamas ekansiz. Nima? Sizni so'rashyapti. Shu bobni o'qib bo'lib uxlaylar. Suril kichkina. Xo'sh, mana bu yerdan. Yelena Yurievna, salom. Albina Muravyovaman. Kostikdan SMS keldi. Nimadir bo'ldimi? Xavotir olmang. Ularda hammasi yaxshi. Kostik yozibdi. Boshliq xotinini juda yaxshi ko'radi va batsillalar haqida o'ylamaslikni so'raydi. To'g'risini aytsam, buni yaxshi tushunmadim, lekin shunaqa deb yozilgan. Xavotirlanma, Albinachka. Men gap nimadaligini tushundim. Iloji bo'lsa
Boshliqning xotini sog'inyapti deb yozib yubor. Tushundim, yetkazaman. Xayrli tun. Rahmat senga. Ey sen, axlat bacillasi, o'zingni bosib ol. Tushunmadim. Sen menga aytyapsanmi, oyimchi? Senga ahmoq. Nima karmisan? Menimcha bugungi oqshomimiz qiziqarli o'tadigan ko'rinadi. Toza choyshab va uzun uyqusiz tunning isini sezyapman. Avval qattiq og'ritadi, shunaqami? Isming nima, qizaloq, ha? Oyi, kimdir yordam bersin axir. Musa, bu birinchi post. Mashinalarni ko'ryapman. Mashinalar kelyapti. Hamma tayyor tursin. Ko'prik Baykerga, velosipedni yurgiz. Bayker ko'prikka, velosiped osmonda. Tushundim. Mana kelishdi. Xush kelibsizlar. Bayker Feelingga. Nishonni kuzatyapman. Baykerga qizil. Guruhga yashil chiroq. Qabul, qo'zg'alyapmiz. Va efirda hech qanday gap bo'lmasin. G'arbiy hamkorlarimizga ko'rsatmoqchi bo'lgan hamma narsangiz tayyor. Mamnun bo'lasiz deb o'ylayman. Bayker, kassa ortiga, binoga kiryapmiz. Qabul. Qabul qildim. Qani o'rtoq ornitologlar, menga bu qushchani tutib keling. Assalomu alaykum, Abu Firoz. Alloh sizdan rozi bo'lsin va qo'llasin. Rahmat, sizlar ham yaxshi qoling. Bu odamlar kim? Oq kaskalar Asadning odamlari oddiy xalqqa qarshi kimyoviy qurol ishlatgandek qilib reportaj suratga olishyapti. Bular suratga olish uchun ajratib olingan bolalarning ota-onalari. Ularni yo'qot. Nega? Birozdan keyin bolalarni olib kelishadi. Ularga haqqini to'laymiz va ular ketishadi. Bizga guvohlar kerak emas. Bu safar bolalar qaytib kelishmaydi. Yo'qot ularni. Bu buyruq. Omar! Qimirla. Goma Baykerga, sizlarda nima gap? Terrorchilar o'z odamlarini o'ldirishyapti. Dum, velosipedni aniqroq olib bor. Bayker, Ularni daf qilarmiz. Fakas kerak emas. Hammasi allaqachon o'ldi. Aralashmang. Reja bo'yicha ishlang. Qabul qildim. Bekorga qayg'uryapsan. Abu Samir, bu bolalar, ayollar, qariyalar shahid ketishdi. Alloh yo'lida qurbon bo'lishdi. Evaziga ularni jannat kutmoqda. Asosiysi ularning o'limi e'tiqodimizni mustahkamlaydi. Bayker, chaqirilmagan mehmonlar, 9 ta mashinali kolonna. Og'ir qurol aslahali. 3 va 4 mashina radiolashtirilgan. Qiziqarli tadbir tashkil bo'lmoqda. 2 yil oldin Abu Firozni hech kim tanimas edi. Hozir esa o'zini payg'ambarning o'ng qo'liman deb hisoblayapti. Hozir ketayotgan vayrona mehmonxona ilgari uni amakisiga tegishli bo'lgan. Ablah odam edi. U yerda kimyoviy laboratoriya ham qurol-yaroq ishlab chiqarish ham bor. Lekin Abu Firoz bu yerga ko'p kelmaydi. O'zini bildirib qo'ygisi yo'q. Uni yaxshilab tekshirdinglarmi? Ha, bizda uni qoralovchi ma'lumotlar tiqilib yotibdi. Dushmanlarimiz g'alaba uchun hamma narsaga tayyorligimizni bilishlari kerak. Bu urushni boy bera olmaymiz. Aks holda biz e'tiqodimizni yo'qotamiz. Bugungi amerikaliklar bilan uchrashuv juda muhim.
Ularning yordami bilan ruslardan qutulamiz. Allohning o'zi bizga ikki g'ayridinni to'qnashtirishga yordam berayotgandek. 3, 2, 1. Yaramas. Filin chap tomonda zinapoya. Tayyor. To'g'ridagi deraza. Del. Odamlaringni ol va o'ng qanotga yugur. Yugur. Irlandiyalik odamlaring bilan chapdan bor. E'tiborli bo'ling. Nima bo'lyapti? Tugadi. Granata! Yeshingizni yedingizmi? Bu Firoz, ularda hech qanday granata otilmas. Toza. Iltimos, qo'yib yuboringlar. Bayker komaga, qushcha qafasda. Chiqinglar, kutib olamiz. Chiqamiz. Olg'a, oldinga. Ko'prik Baykerga. Guruh qaytishini kim o'ylaydi? Ko'rdim, ishlaymiz. 16-kvadrat, 21 ga o'tish bilan. Blin. Ross. Hop. Tayyor. Olg'a. Unda tutqun bor. Meni pana qil. Kakas, tuzukmisan? Qaranglar, nimaga baqiryapti? Bayker, guruh. Umumiy orqaga. Smola ishlaymiz. Qabul. Markaz Mazayga. Ma'lumotni qabul qiling. 10 qavatli beton bino, qurol yaroq Ishlab chiqarish va saqlash joyi. 80 kishi uchun 35 gradus. 31-42 shimoliy kenglik, 35 gradus 41-70 sharqiy uzunlik. Jang bormoqda. Bizniklar joydan chiqishdi. Qanday tushundingiz? Qabul. Sizni tushundim. Navbatchi ekipaj uchga. Joyga yuqoridan hujumkor zarba berish kerak. Tabloda hammasi normada. Trengerlar neytral. Barqarorlik moslamasi ish joyida. Asosiy va qo'shimcha ilmoqlar joyida. Avariya tormozi yoqildi. 308-bajaring.
Faza, yerda borish vaqti 20 daqiqa. Qabul qildim. Diqqat, umumiy bosim ko'rsatkichi 6. Markaz 308-ga uchishga ruxsat eting. Uchishga ruxsat. Shamol chap tarafdan 36. 3-4 metr. %100% bu ruslar edi. Lekin ular bizni kutishmagan. Aks holda qirib tashlashardi. Rus bombardimonchisi yetib kelgunicha 10 daqiqa vaqtimiz bor. Bill, Jin, oyliklarni yig'ing. Bu yerdan daf bo'lamiz. Komandir, ishlash hududiga yetib kelmoqdamiz. Belgilangan jangovar kursga tushmoqdamiz. Tushundim. Qurollarni boshqarish tizimini tekshiramiz. Komandir, jangovar kursga tushdik. Tushundim. Bog'lovni bajaryapman. Qurol chirog'i yongan. Vaqt hisobdagidek. Koordinatalar mos kelyapti. Bajardim. Asosiyni yoqdim. Yon ushlagichlar joyida. Tashlash. O'rtoq qo'mondon, texniklarimiz mahbusning telefonini diqqat bilan tekshirib, ko'chma yoppasiga o't ochish reaktiv tizimi to'g'risida juda qiziqarli ma'lumotlarni oldik. Suriyalik hamkasblarimiz esa Abu Firozni gapirtirishni ilojini topishdi. Va ma'lumot tasdiqlandi. Mana yoppasiga o't ochish reaktiv tizimining taxminiy koordinatlari. Bari haqiqatga o'xshab turibdi, vadim, lekin tekshirib ko'rish kerak. Biroq tez harakat qilish lozim. Bu bo'ladi, o'rtoq qo'mondon. Qani yo'l beringlar, yo'ldan qoching. O'rtoq ofitserlar. Bizni qisamiz ozgina. Taksistmiz axir. Mana haqiqiy qahramon. Tabriklayman. O'rtoq polkovnik, unvoningiz tishlaringiz butunligini kafolatlamaydi. Bu jiddiy bayonot, podpolkovnik Soshnikov. O'rtoq Soshnikov. Meni 100 kilogramm toza og'irligim bor. Bosib qo'yishim mumkin. Anatolich. Mumkin. Lekin men bunga qanday yo'l qo'ymaslikni bilaman. Oddiygina mana bu paridan komandirlik kibrni chiqarib tashlash kerak. Yaxshilab quchoqlash yo'li bilan. Qanday shamol uchirdi, Dima? O'rtoq polkovnik. Mana ushib kelganim zahoti kursdoshim podpolkovnik Soshnikov safdoshlari bilan barcha dushmanlarni yengganini aytishdi. Qo'ysangchi. Ko'pkami? Yo'q. Ertadan keyin orqaga. Hozir shtabga borib hisobot berishim kerak. Lekin yarim soatdan keyin senikiman. Aytgancha qayerda yashayapsan? 4-kimba. Mana qara. Yigitlar yurgan tarafga yurasan. Keyin unga qo'ya qol. Shu yerda ko'rishamiz. Baribir topa olmaysan. Через полчаса. Есть. Nega endi Paris? Biz 90-yillarda avtobusda bezorilar to'dasi bilan to'qnashib qolganmiz. Mushtlashuvda uning tishini sindirishgan. Shifoxonaga borsak, sut tishi bo'lib chiqqan. Shunaqasi ham bo'lib turadi. Doktor kelib, bekorga tishni tashlab yuboribsiz. Uning uchun tish parisidan pul olsangiz bo'lardi degan. O'shandan beri unga bu yopishib qolgan. Kulguli. Tish parisi. Ha. Lekin uchuvchiligi Xudodan. 2008-yilda Gruziyada yaralandi. Shundan beri uchmaydi. Ay boboy, qalaysan? Bo'ladi. Mana bu matohi nima? Medal. Venani ishg'ol qilganim uchun. Yigitlar eshitdilar-ku. Men kecha Venamni zo'rg'a topdim, hech vaqt olganim yo'q. Unga Venani olgani uchun butun boshli medal berishibdi. Qani hoziroq bas qiling. O'tir joyingda qimirlama. Hammang o'tishlaring. Yo'qsa burdillab tashlayman mayda-mayda qilib, anqayma. Nega tikilasan? Ishla mana buni.
Nimani o'ylayapsiz, sir? Qiziqda. Sharq so'zining asl ma'nosi quyosh chiqadigan yer degani. Lekin sharqda aynan quyoshning botishi bag'ayat chiroyli. Al-Havroniy ruslarga barcha rejalarimizni aytib beradi deb o'ylamayapsizmi? Albatta u aytadi. Bunga hech qanday shubha yo'q. Hammasini bekor qilasizmi? Yo'q, faqat rejaga ozgina o'zgartirish kiritamiz. Ruslar zenit tizimini izlashadi, keyin uni Turkiya chegarasiga yaqinroq joyga olib borib qo'yamiz. Nega? Turk qiruvchilari bir oydan beri osmonda yurishibdi. Ular o'lja kutishyapti, o'lja xohlashyapti. Ularga rus samolyotini urib tushirishga imkon berish kerak. Samolyotni urib tushirish bu juda qaltis-ku. Albatta. Va agar markaz bu rejani ma'qullasa, aynan sen turklar bilan xavfsiz aloqa liniyasini ta'minlashing kerak. Sen va faqat sen. Shuni ol. Hammasi bajariladi, sir. Uyingda nima gap? Uydami? Uyda hammasi yaxshi. Xotin, bolalar. O'tgan yili otamni kuzatdim. Kechirasan bilmasdim. Hech qisi yo'q. Asosiysi unga bergan so'zimning ustidan chiqdim. Bo'lishasanmi? Kichkina bola edim. Bir kun mashqlardan qaytib keldi. Kir, piyoda chetida. Onam bir chelak suv olib keldi. Hovlida turib yuvindi. Men uni bosh kiyimini kiyib olib, formasini ilib oldim. Hovliga yugurib chiqib, butun ko'chaga eshittirib baqirdim: "O'rtoq kapitan, murojaat etishga ruxsat bering." Otam hamma ishini tashlab, menga "Murojaat qiling, Oleg Anatolievich." Men bir qo'lim peshonamda, ikkinchi qo'lim bilan kamarimni ushlab olganman. Tushib ketmasligi uchunmi? Hamma qotib kulardi. Men esa gapira olmasdim. Lekin unga juda ham aytgim kelardi. Ota, men ham siz kabi ofitser bo'lishga so'z beraman deb. Turibman. Qo'limni peshonamga tirab olganman va jimman. Jimman. U menga qarab egilib, ohista ovozda: "Hammasini tushundim, o'g'lim. Rahmat senga", dedi. O'tgan yili ko'mdim. Agar o'sha avtobus bo'lmaganda bilmadim hayotimiz qanday kechgan bo'lardi. Yaqinda Grishinni uchratdim. Qo'ysangchi. Qalay ekan? Olifta, puldor. Hayotiy yutuqlari bilan maqtangan. Nimasini aytasan? Biznes klass yo'lovchisi, chet elda yashaydi. Chet eldami? Bundan asraganiga Xudoga shukr. Bittagina tishi evaziga. U ham bo'lsa sut tishi. Sut tish. Ha, Oleg, meni telefonimni yozib ol. Keyin esimizdan chiqib qoladi. Kostik. Ha? Telefon nomerini yozib ol. U menga mumkin emas deydi nuqul. Yoz. Eshitaman, o'rtoq polkovnik. Yoz, kapitan. Anatolich, qaragina. Mana buni uchrashuv desa bo'ladi. Do'stlar, bas qil. Hammasi joyida, komandir. Ularni ko'rganimdan men xursandman. Salom, o'rtoq Lipetskli uchuvchilar. Sizlarni ko'rganimizdan xursandmiz. Xayrli kun. Yana ko'rishamiz degandim-ku. Vadim. Kostya.
Nima bo'ldi, yigitlar? Biz bir yo'g'irtini aniqladik. Razvedkachilar uni koordinatasini tasdiqlashdi. Oldingizga tafsilotlarni kelishish va qurilmalarni tanlash uchun keldik. Mayor, Xo'p, qurilmalarni tanlashga. Kostya, shug'ullan. unda xayrlashmaymiz. Albatta. Yigitlar, qurol bo'yicha nima? 500 lik bombalar va raketalar olamiz. Har qanday holatlar uchun. Eng asosiysi, Turkiya chegarasi haddiga 4 kilometr narida. Shuning uchun o'ta aniq, lekin saranjom ishlash kerak. Xavotir olmanglar. Bir yo'lik qilamiz. Mo'ljalga oluvchining chaqirmasi qanaqa? Filin. Juda soz. Ruslarning samolyoti uchdi. Tushundim. Rahmat. Ruslar uchganligi tasdig'i keldi. 10 daqiqadan so'ng yetib kelishadi. Jen, kolonnani to'xtat. Filin, kolonna to'xtadi. Ko'rdim. Orqamizdan Asadning askarlari kelayotganligi to'g'risida ma'lumot oldik. Turkiya chegarasi tomonga yuringlar. Biz bu yerda sizni himoyalab turamiz. Xo'pmi? Tushundingmi? Ha. Yetdik. Musa, nima bo'ldi? Hozir aytaman. Bu Nick Palmer, birinchi darajali shaylik. Komandir, o'rtacha balandlikdan ko'tariling. Ishlovchi o'q 92 jangovar yo'nalishga o'tamiz. Qabul qildim, kuzatyapman, egallayapman. 308-670 ga ishni boshlaymiz. Sizni tushundim, qabul. Nima ular Turkiyaga ketishyaptimi? Filin 308-ga. 308 javob berdi, hududdamiz. 308, ozgina osilib turing. Nishon pitirchilab qoldi. Turkiya chegarasi tomonga harakatlanyapti. Filin, sharoitga qarab ishlayman. Koordinatlarini ber. Turkiya hududiga kirib bormasdan ishni bajara olmaysizlar. Filin, vaqt. Menda yoqilg'i tugayapti. Aminman, qayrilishga ulguramiz. Filin, koordinatlarni kutyapmiz. Vaqt ketyapti. Koordinatalarni uzat. Filin tayyor. Qidirishga kirishdim. 308-670 ga. Meni ko'rsatmam bilan ishlaymiz. 607 qabul qildim. Komandir, nishonni ko'rdim. Tushundim. Nishonga oldim. Bog'lashni bajardim. Raketa shayligi bo'yicha o't och. Qabul qildim. Nishon ushlandi, ishlayapman. O't och. Nishon kuzatuvda.
Portlash. Qaytamiz. ish bajarildi. Ovora bo'lma. 308-ishini kuzatdik, juda soz. Yuk egasiga yetkazib berildi. Xizmat uchun rahmat 308-chi. Mana Koster. Turkiyaga yozda boramiz, sohilda dam olishga. Yo'q. Yaxshisi Qrimga boramiz. To'g'ri fikr. Bu yana kim bo'ldi? Tushunmadim. Ularga dom ergashdi. 208-chaperish manyovri raketa otishdi. Bu yana nima? Anatolich orqada. Tayyorlan. ga yonyapsizlar. Yonyapsiz. Katapultdan ishga soling. Yonyapmiz, Anatolich, yonyapmiz. Tinchlan, Kosta, ko'ryapman. Katapultida sakrashga tayyorlan. Tayyormisan? Tayyorman. Bo'la qol. Mana u. Qoldiringlar va menga buni videoga olib beringlar. Otinglar. Undan qo'lingni tort. Og'zingni yum, yaramas. Otinglar, o'ldiringlar bu cho'chqani. Yo'ldan qoch. Eshikni oching.
Yonma-yon yurib, Rusni qidiringlar. U qurollangan. Ana u butalar orqasini qarang, chuqurni ham. Jangovar vazifa Turkiya chegarasidan bir necha kilometr masofada amalga oshirilayotgandi. Bort raketa bilan urildi va hozirda Al-Qoida terrorchilari boshqarayotgan hududga quladi. Hujumdan oldin turklar aloqaga chiqishmadi. O'shalarga nima bo'ldi? Hozircha aniq emas. Qutqaruv bo'linmasi jo'natildimi? O'rtoq ministr, turkiyalik hamkorlar hech bir so'rovimizga javob bermayapti. Balki ular Vatanni ato javob bermaganda ham nima? Bo'ldi, Viktor Nikolayevich. Ulardan javob kutadigan zamon o'tdi. O'zimiznikilarni tashlab qo'ymaymiz. Sog'lik tilayman. Sog'lik tilayman. Sog'lik tilayman. Sog'lik tilayman. ...308-man. Halokatga uchradim. 308-man. Halokatga uchradim. 308-man. Halokatga uchradim. Qanday eshityapsiz? Qabul. 308-man. Halokatga uchradim. Qabul. Qanday eshityapsiz? 308-man. Halokatga uchradim. Qanday eshityapsiz? Qabul. Salom uka. Meni ismim Muso. Meni eshitishingni xohlayman. Do'sting o'ldi. Qo'llaringni ko'tarib biz tarafga yur. Bilaman, qon oqishini xohlamaysan. Men Rossiyada o'qigan. Seni noningni yeganman. Sizlar yaxshi odamsiz-ku. Bu Seni urishing emas, uka. Taslim bo'l. Meni eshitdingmi? Nega jimsan? Taslim bo'l. O'chir ovozingni. Rus favqulodda holat liniyasiga o'tdi. Sezyapman o'sha atrofda. Topinglar uni. Mayor, sog'lik tilayman. allaqachon uchishimiz kerak-da. Nimani kutyapmiz? Osmon berishmayapti. Nimadir bo'ldimi? Tushunasiz-ku, o'rta polkovnik. Bu savol menga emas. Mana buni topdik. Demak, Rus sharq tarafga ketgan. Juda soz. Oso, menimcha bu hiyla. U mana bu tarafga qarab ketgan. U yerda boradigan joyi yo'q, jarlik u yer. Unda shoshilamiz, yo'qsa do'stimiz jarga qulab tushadi. Muso, bir nechta odamni u yoqqa jo'nat, tekshirishsin, qolganlar mashinaga. Ali, 4-5 kishini ol, uni tirik yo o'lik holda olib kelinglar. Tez mashinaga. Tinchlaning. Tinchlaning. Hovliqmasdan butun atrofni tekshiringlar.
Uchuvchini ko'ryapman. O't och. meni otishdi. Shoshilinch qo'nishni bajaraman. Tushundim. Chap tarafdan himoyalayman. Seryoga, aylanish ustayapti. Qattiq qo'nishga tayyorlanishni yetkaz. Qattiq qo'nishga tayyorlaning. U shu yerda. Diqqat bilan qarang. Bo'la qol kapitan, dushman 10 tarafda. Saniya 3 gacha sanoqda. 1, 2, 3. Saniya, tuzukmisan Saniya, Saniya. Saniya. Havoga ko'tarin. Xmeynim aerodromini radiolokatsiya qurilmalari ma'lumotlariga ko'ra, Suriya havo hududini Turkiya harbiy havo kuchlarining qiruvchi samolyoti tomonidan buzilganligi qayd qilingan. Bu holat xalqaro huquq normalarini o'ta qo'pol buzilish sifatida baholanmoqda. Turkiya hukumati rus samolyotidan 10 martadan ortiq mamlakat havo fazosidan chiqib ketishni so'raganini rasman bayon qilmoqda. Yana bizning turkiyalik hamkorlarimiz Rossiya samolyoti ularning hududida deyarli 7 soniya bo'lganini aytishmoqda. Siz 7 soniyada hozir so'ragan savolingizni 10 marta qaytara olasizmi? Ha? F-16 ning Yayladog'i aerodromidan to'qnashuv joyigacha uchish uzoqligi holatga bu darajada tez javob berishga imkon bermaydi. Bu samolyot osmonga oldindan ko'tarilib, pistirmadan hujum qilishga tayyorlanganini bildiradi. Savolni yozinglar. Janob general. TASS agentligi Maksim Pavlovich, Rossiya ekipaji taqdiri va ularning qayerdaligi to'g'risida biror ma'lumot bormi? Samolyotning qulash joyi Turkiya chegarasidan 4 kilometr uzoqlikdagi Suriya hududida. Hozirgi paytda ekipajni qidirish va qutqarish operatsiyasi bajarilmoqda. Biz qidiruv nafaqat biz, balki boshqa mamlakatlar tomonidan ham olib borilayotganini aniq bilamiz. O'rtoq general-mayor. Savol berishga ijozat eting. Qidiruv ishlari hozir qanday holatda? Biz hamkorlarimizni, ofitserlarimiz qidiruvga barcha kuch va imkoniyatlarimizni yo'naltirishimiz haqida ogohlantiramiz. Agar buning uchun kimlarnidir jismonan yo'q qilish kerak bo'lsa, ishoning, biz shunday qilamiz. Xayrli kun, Rossiya kanalida Vesti dasturi, siz bilan Olga Meshirikova.
Suriyada Rossiya aviaguruhiga tegishli samolyot qulab tushdi. Mamlakat mudofaa vazirligi xabariga ko'ra, halokatga jangovar bombardimonchi Su-24 samolyoti uchradi. Taxminlarga ko'ra, bu yerdan o't ochish natijasida sodir bo'ldi. Samolyot 6000 metr balandlikda bo'lgan. Ikkita uchuvchining taqdiri aniqlanmoqda. Dastlabki ma'lumotlarga asosan ular katapultalarni ochishga ulgurishgan. Su-24ning falokati Kreml tomonidan sharhlandi. Rossiya aviaguruhining samolyoti Suriya havo hududida bo'lgan va bu aniq ma'lumot. Bu haqda prezidentning matbuot kotibi Dmitriy Peskov bayonot berdi. U samolyot halokatini so'zma-so'z aytganda, o'ta jiddiy falokat deb atadi. Sizni Yelena Soshnikova bezovta qilyapti. Yangiliklardagi xabarni eshitdim. Iltimos sizdan menga shuni ayting, Oleg yaxshimi? Bilmayman. Rostdan ham bilmayman. Aytishlaricha ekipaj Chelyabinskdan emish. Bo'ldi, boshqa gapira olmayman. Rahmat. Yelena Soshnikova. Ha, tushundim. To'g'ri qo'y, to'g'ri. Shunday. Hey, to'xtang. Matros, menga qara. Bo'la qol, bo'l. Matros Palinich, menga hammasi yaxshi bo'ladi deb so'z ber, kelishdikmi? Xuddi shunday o'rtoq mayor. Shunday bo'lsin. Biz seni kutamiz. Ko'taring. Sir, bir daqiqa. Harakatlarimizni kelishtirib olsak degan edim. Shunday qilsak, muvaffaqiyatga erishamiz. Keling, uchuvchini tiriklayin ushlashga harakat qilaylik. Men uni ommaviy qatl qilishni xohlardim. Bu nima deganing? Tan olishim kerak. Odamlarimning ko'pchiligi ruslardan ozgina qo'rqishadi. Ular jangovar ruhni ko'tarish uchun uchuvchini hammani oldida yoqib yubormoqchiman. Tekshirilgan juda ta'sirchan usul bu. Yo'q. Yaxshi. Lekin ruslar buni sizga hech qachon kechirishmaydi. Keyin nima bo'lishini faqat Alloh biladi. Orqamdan olg'a, olg'a. U haq. U haq. Bir vaqtlar Genshtabda sovurushda g'olib bo'lganimizni nishonlagandik. Va men bir generaldan so'radim. "Sir, siz nega ichmayapsiz?" deb. U menga javob berdi. "Biz xohlagarimizcha nishonlab xursandchilik qilishimiz mumkin. Ammo bir lekini bor. Biz ruslarni yengganimiz yo'q. Biz ularni aldadik." Qachonki ular buni tushunishganda, hali bu haqda afsuslanamiz. Xullas, aytganlaridek, agar bir oyog'ing bilan axlatni bosib olsang, ikkinchisi bilan ham bemalol bosaver. Baribir allaqachon sasib olgansan. النفوذ التركي في هذه المنطقة من اللاذقية بسبب قرب الحدود قوي بشكل كبير يفصل الفندق المدمر عن شاطئ البحر طريق أليم اللي بيستخدمه. Latakiyaning bu qismida chegaraga yaqinligi sababli Turkiyaning ta'siri juda kuchli. U yerda asosan turklarning tarafdorlari yashashadi va bizga nisbatan o'ta g'ayrli. O'rtoq qo'mondan, XXKning kuchlari bilan hududda chalg'ituvchi yoppasiga portlatishlar amalga oshirishga ruxsat bering. Men esa o'z guruhim bilan ichkariga kirib boraman va uchuvchisiz apparatlar ma'lumotlari yordamida Soshnikov va Muradyovni topishga harakat qilamiz. O'rtoq qo'mondan, 3 soatdan keyin qorong'i tushadi. O'zingizni qo'lga oling, o'rtoq ofitserlar. Bizda ularning hech bo'lmasa bittasi tirikligi to'g'risida biron ma'lumot yo'q. Men Soshnikov va Muradyovni o'qitganman. Yigitlar o'ziga xos fikrlashadi. Biror narsa o'ylab topishadi. Ishqilib. Sen aytganday bo'lsin.
Suriyada Rossiya aviaguruhiga tegishli samolyot qulab tushdi. Mamlakat mudofaa vazirligi xabariga ko'ra, halokatga ketayotgan harbiy xizmatchilar chiqishga, samolyot taxminlarga ko'ra bu yerdan o't ochish natijasida sodir bo'ldi. Samolyot 6000 metr balandlikda bo'lgan. Ikkita uchuvchining taqdiri aniqlanmoqda. Dastlabki ma'lumotlarga asosan ular katapultalarni ochishga ulgurishgan. Bo'la qoling, o'rtoq polkovnik. Allaqachon vatanda qo'ngan bo'lishingiz kerak edi. Trubkani ko'tar. Mayli. Unda eng muhim gaplarni aytish kerak. Men sizlarni sevaman. Albinka! Salom! Nina? Bu rostdan ham senmi? Voy, meni yaxshiginam. Ey xudo, kattaligini qarang. Qaysi shamol uchirdi? Qaysi shamol? Ishdan qaytyapmiz. Bu Olga, meni ham kasabam. Tanishinglardan xursandman, Olga. Juda xursandman, Albina. Ko'sting qanaqa? Hammasi joyida. Xizmat safariga ketgan. Xizmat safarida. Xizmat safarida bo'lsa, balki qahvaxonaga borarmiz. Shirinlik yeyishga. Juda yegim kelyapti. Mayli, yuringlar. Darvoqe, Gorki ko'cha 16-uyda yaxshi yangi joy ochilgan. Ketdingmi? Juda so'z. Qalaysan endi? Juda xursandman. Allaqachon tuqqan bo'lsang kerak deb o'ylagandim. Yo'q, hali o'ylab yuribsan. O'zingda nima gaplar? Seryoja. U hech narsani bilmaydi. Hozir Gorki ko'cha 16-uydagi qahvaxonaga ketyapmiz. U yerdagi televizorlarni o'chirib, faqat musiqa qoldirishlarini ta'minla va tez yordam orqamizdan bor. Tushundim. Polkovnik Linkov eshitadi. O'rtoq polkovnik, bu kapitan Muravyov. Eshityapsizmi? Kim bu? Sizni eshitmayapman. Kechqurun telefon qiling, kechroq. Telefonim o'chib qolyapti. Qattiqroq gapiring, jinursiz sizni. Qattiq gapira olmayman, bu kapitan Muravyov. Kapitan Muravyov, Sochnikovning shturmini. O'rtoq polkovnik, bortga chiqing. Boshqa gapira olmayman. To'xta. Sen galvastich parisa yo'qsa seni topaman va butun jag'ingni sindiraman. Tushundingmi? Nima deding? Qani qaytarchi? O'rtoq polkovnik, bu kapitan Muravyov Sochnikovning shturmini. Shturman 1 soat oldin aloqaga chiqdi. Uchuvchisiz apparat bilan uni aniq joyi aniqlandi. Maxsus operatsiya kuchlari holatni kuzatib turishdi va 15 daqiqada Suriya qo'shini bilan birgalikda qutqaruv operatsiyasini boshlashga tayyor bo'lishadi. Polkovnik Sochnikovchi halok bo'ldi. Uni yerdan turib otib tashlashdi. Al Jazeera buni efirga uzatib bo'ldi. Vladimir Vladimirovich, yana bir gap. Ma'lumotlarga ko'ra, u yerdagi ish etni murabbiylari orasida bizning g'arbiy hamkorlarimiz ham bor. Ularsiz bo'lmaydi-ku. Operatsiya iloji boricha puxta o'tkazilsin. Ko'z qilish shart emas. Eng asosiysi shturmanni qutqarish. Uning hayoti xavf ostidan chiqarilgandan so'ng ehtiyotkorlikni chetga surib qo'yishingiz mumkin. Xo'p bo'ladi. Marhamat. Oyi, agar ikki olsam, urushib yemaysizmi? Men urushmayman. Lekin dadang xafa bo'ladi. Dadam? U qanday bilib oladi? Qanday? Unga o'zing aytasan. Xayrli kun. Salom, oyim uydami? Ha, kiringlar. Sizni so'rashyapti. Xayrli kun.
Menga nimadir aytmoqchisiz shekilli. Ha, Yelena Yuryevna. Kiringlar, ustingizni yeching. Hozir choy qo'yaman. Sashaga qarab tur. Xo'p bo'ladi. Ular nimaga kelishganini bilasanmi? Yomon xabar aytishga. Men ham. Ayina bo'ldi. Tinchlan. Oyimni oldiga bor. Tinchlan va oyimni oldiga bor. Senchi? Men ham hozir boraman. Hech qanaqa ikki bo'lmaydi. Musa, Rostni tiriklayin ushlab bo'lmaydi. Yigitlaringga ayt, uni ko'rishgan zahoti o't ochishsin. Tushundim, sir. Olg'a, Rost cho'chqasini o'ldiraylik. Vadim Vladimirovich, mehmonlarni ko'ryapsanmi? Xuddi shunday. Ularni kutib olmasak yaxshi bo'lmaydi. O'rtoq Oliy bosh qo'mondon, operatsiyani boshlashga ruxsat bering. Boshlanglar. O'rtoq ofitserlar, jangovar tartib. Qurshovga olish kuchlari tayyorgarlik holatida. 515-chi tayyor turing. Hammasini xabardor qilib turing. Kurs 210, tezlik 12 uzel. Gidroakustika stansiyasi shovqinni ushlash tizimida qabul. Koma Baykerga soat 3 ta jangovarlar to'dasini ko'ryapman. Bizga qarab kelishyapti. Koma, Hakas, chap tarafdagi guruh. Qabul. Yana bir bor. Toza. Kostya! Bu yerdaman. Markaz Baykerga. Kapitan Muravyov bexatar. O'rtoq armiya generali, aviatsiya zarba berishga tayyor.
Salom. Kostya. Ishlaring qalay? Qizlar bilan restoranda o'tiribmiz. Restorandami? Choy ichayapmiz. 9:30 da. Kech bo'lmadimi? Rostami? Sezmabman ham. Kostik. Bugun shunaqangi yengil kun bo'ldiki, shunaqangi tez o'tib ketdiki. Kostya. Ha. Men seni juda yaxshi ko'raman. Men ham seni yaxshi ko'raman. Tezda ko'rishamiz. Kutaman. O'rtoq ofitserlar, Xayrli kun Yelena Yuryevna. Xayrli kun. Tanishganimdan xursandman. Men ham. Arina Xayrli kun. va Aleksandr. Moskvaga qanday yetib keldingiz, Aleksandr? Rahmat. Biz Lipetskdan polkdoshlar bilan bir samolyotda keldik. Yelena Yuryevna, biror savolingiz yo iltimosingiz bo'lsa, yordamga tayyorman. Menga hech narsa kerak emas. Rahmat. Samolyot 10 daqiqadan keyin qo'nadi. Hammasini o'zim shaxsan tekshirib ko'rsam degandim. Uchish maydonida uchrashamiz. O'rtoq armiya generali. Sizdan bitta iltimosim bor. U ustavga uncha to'g'ri kelmaydi-yu, lekin juda muhim. Eshitaman. Soqchi. Roslat. Yetib keldik. Vokzal kerak bo'lsa, Lenin ko'chasidan chapga. Men qolaman. Dimkani shifoxonaga olib borishim kerak. Undan tashqari ikkita navbatchiligim bor. Fuqarolar bilan janjal uchun. Katta rahmat. Senga rahmat. Armiyadagi birinchi kunidan oxirgi uchishiga qadar
Podpolkovnik Soshnikov Oleg Anatolyevich shon va sharaf bilan o'zining jangovar burchini ado etdi. Rossiya Federatsiyasi prezidenti farmoni bilan jangovar burchini bajarishdagi qahramonligi, jasurligi va dovyurakligi uchun podpolkovnik Soshnikov Oleg Anatolyevichga Rossiya Federatsiyasi qahramoni unvoni berilsin. O'limidan so'ng. Uchuvchi, to'xta. Sen Oleg Soshnikov bugun qahramon bo'lding. Bilasanmi, senga bir narsa aytmoqchiman. Senga bir iltimosim bor. Hech qachon, eshitdingmi? Hech qachon o'zligingga xiyonat qilma. Oleg Soshnikov. Dada, sizga so'z beraman. Men ham sizdek ofitser bo'laman.